Tavba qildim. Mendek oliy ma'lumotli odam shunaqa kam pulga ishlaydimi? 10 million. Kamida 20 millionlik ish topmasammi? Ishlamayman. Hozir qolgan ishlarga ham borib ko'raychi. Apa gül vereyim mi? Apa gül vereyim? Apa gül al. Apa gül vereyim mi? Yo'q, Gulshart. Apa gül aling ertalabdan beri hech nima sotmadim. Oling apa. Yo'q. Mayli, unda bitta bering, nech pul? 50 ming. Nahot ertalabdan beri shu issiqda turib birorta gul sotmagan bo'lsa. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ish ham topolmadim. Endi nima qilaman? Erim bitta ish topishni ham eplolmadingmi deb ustimdan kuladigan bo'ldi. Uyaltirib qo'ymasin-da. Iloyim ish topilsin. Allo? Assalomu alaykum. Ish bo'yichami? Bo'ldi, hozir boraman. Xo'p. Men kutgan kunlar keldi. Endi pul topib, biznes lady bo'lib ketaman.